do'stlar, mana bugun biz Savran rayoniga qarashli eng bir mashhur bo'lgan qishloqlarimizdan Qarachi qishlog'iga tashrif buyurdik. Bugun biz kitobsevarlar klubida 100 kitob o'qib, umraga yo'llanma olgan eng bir zo'r, eng bilimli, eng ilmli 100 kitob o'qishda g'olib bo'lgan Shahnozaxon Baltabayevaning xonadoniga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Yaxsizlar. Yaxshilarmi? Yaxshimi? Assalomu alaykum. Yuringizlar. Ramazon oylarida yana bir xayrli ishga qo'l urdik. Kitobsevarlar klubining barcha tashkilotchilari bugun Qarachi qishlog'ida Shahnozaxonning xonadonida mehmondamiz. Bizlar bilan birga bo'ling. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bugun biz hozirgina aytib o'tganimizdek, Qarachi qishlog'idagi bir juda ham go'zal xonadonga tashrif buyurdik. O'zlaringizga ma'lum, KSK klubining 100 kitob o'qish loyihasi bo'yicha g'olib bo'lgan bizning eng ajoyib ishtirokchimiz, umraga yo'llanma olgan eng bilimdon ishtirokchimiz Shahnozaxon Baltabayevaning xonadonida o'tiribmiz. Shahnozaxonning oyisi kabi mehribon qaynonasi hozir mana bizning yonimizda. Hurmatli Ayajon opa, bugun biz mana KSK klubi tashkilotchilari bilan birga sizning xonadoningizga mehmonga kelib o'tiribmiz. Buning sababi keliningiz Shahnozaxon butun Turkistonga, qolaversa viloyatimizga taniqli bo'lib, 100 kitob o'qishda hamma ishtirokchilardan o'zib umraga yo'llanma oldi. Bu bilan barchangizni tabriklaymiz. Rahmat. Shahnozaxon qutlug' bo'lsin. Muqaddas Ramazon oyida tutayotgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin, ibodatlar hammasi mustajob bo'lsin. Rahmat. Endi sizga bitta savol qo'ymoqchi edik. Mana hozirgina kirsak, hovlingiz juda ham bir shinam, juda ham keng. Bog'lar bir boshqacha bahoriy kayfiyat berib turibdi. Aytingchi, Shahnozaxon ham bog'ni eplab, ham uyining ishini eplab, ham 100 kitobni o'qishda qanday erishdi? Siz qaynona sifatida qanday kuzatib bordingiz? Shahnozaxonga mana shunday bir ajoyib sharoitni yaratib qo'ygan sizga rahmat aytmoqchimiz. Endi Shahnozaxonning uddaburonligi mana hovlining bir chiroyli, ko'rkam, boshqacha bir ajib bo'lishidan bilinib turibdi. Qanday erishdi keliningiz bunga? Bunga Xudo xolasa avvalambor tinch sog'lig'i. Sog'lik yaratasiz. Eng keragi sog'lig'i yaxshi bo'lsa, u hamma narsaga erishadi. O'zi ham uddaburon. Hamma narsaga dalada ham yerimiz bor. U yoqni ham yet. Berni ham, yana kampirchal beda bilasan o'zing. Katta hovli. Katta hovli. Mehmon ko'p keladi. Ha, voy bu hammamiz katta hovli bo'lgandan keyin kampirchal yerga ko'proq mehmonlar keladi u. Hammasining uddasidan chiqdi. Bu hammasi mayli ota-onasiga ming rahmat. O'shunday qizni o'stirib menga kelin qilib berganiga mingga rahmat aytaman. Tochxon ham kelinim ham qudam. Mingga rahmat oltinim. Mayli o'zi ham uddaburon. Hamma ishlarni qilib bo'ladidagi tunda uxlamay kitob o'qiydi bu. Hamma rost qachon o'qiysa deyman, oyoq qo'yingchi bo'ladi, o'qiymo deydi-da, tunda borib kitob o'qiydi. Bu yerda hamma ishlarni tindirib borib kitob o'qiydi u. Endi ko'pincha endi o'zim rahmim kelib o'qiyman endi ko'pincha endi ishlarni ham qarashaman. Ha, qarashib turaman endi. Subota kuni hech narsani qilmay ketaver. Bu yoqdan eplaymiz o'zimiz. Mayli, rahmat. O'ssin, o'nsin, bolalarning rohatini ko'rsin. Mana ikki qizni uzatdi. Qo'shqani bilan qo'sha qarsin, mana o'g'lim bilan. Bor, nevara bor, evara bor, Xudo xolasa. Mayli. Mingga roziman hammalariga. 3 kelinim bor, 3 oyim bir-biridan yaxshi, Xudo xolasa. Ajin opa, endi sizga ham rahmat.
Haqiqatan ham baxtingiz bor ekan. Baxtliman, Xudo Mana shunday xolasa. Shahnozaxonday bir epchil, Xudo xolasa. mehribon, uddaburon, hammaning ko'nglini topadigan yaxshi bir kelin nasib qilibdi. Mingga rahmat. Hozir Shahnozaxonning mana shu kitob o'qishida bir yaxshi gap aytdingiz, tunlarda o'qirdi deb. Bu barchamiz uchun o'rnak. Negaki Shunday. tungi uyqusini qiyib ilm istagan Shahnozaxon mana shu bizni ko'rib o'tirgan barcha tomoshabinlarimizga har tomonlama o'rnak bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa. Endi sizga savol bermoqchi edik. Har bir ayolning mana shunday bir katta yutuqlarga erishishida albatta uni qo'llab turadigan sevimli vafodor yorning bo'lishi bu haq gap. Shahnozaxonga har shanba kuni KSK ga borishida bir marta bo'lsa ham bu ishingni qo'y, 100 kitobni nima qilasan, 10 kitob o'qiganing yetadi, 100 kitobni o'qib olim bo'larmiding deganga o'xshagan gaplarni aytmaganingiz ko'rinib turibdi. Shahnozaxonning yana bir barchamizga ibrat bo'ladigan bir nimasi, uyida qizining to'yi bo'lyapti. Har kim ham mana shunday qadamga bora olmaydi. Uyida to'y, ammo to'y kuni ham, nikoh kuni ham KSK ni birinchi o'ringa qo'yib, bizning bilimdonlar bellashuviga tashrif buyurgan, qatnashgan. Sizga rahmat aytmoqchimiz. Mana shu Shahnoza qizimizga har tomonlama bir quvvat berib, dalda berib, qatnashib turgani uchun rahmat aytmoqchimiz. KSK tashkilotchilari nomidan rahmat aytmoqchimiz. Endi bir savol. Shaxsan men o'zim har gal bilimdonlar bellashuviga borganimizda Shahnozaxonni faqat yaxshi tomonlardan ko'ramiz. Faqat g'alaba buning maqsadi. Agar savolda Qorachiq jamoasi ozgina orqada qolib ketadigan bo'lsa, Shahnozaxonning jig'i beroni chiqib ketadi. Bal faqat yutuq Qorachiq gruppasiniki, Qorachiq jamoasiga bo'lishi shart. Endi sizga bitta savol. Mana siz sevimli yorisiz, Shahnozaxonni bizdan yaxshi bilasiz. Aytingchi, bizni bilmaydigan Shahnozaxonning bir salbiy tomonlari yoki bo'lmasa sizga bir yoqmaydigan bir xarakterlari bormi? Qanday bir o'zingizga mana shu, masalan, KSK klubida 100 kitob o'qish osonlikcha bo'lgan narsa emas. Salkam 3 yil, har shanba kuni. Endi birda bo'lmasa birda kayfiyatingiz bo'lmasdan, "Ey, to'xtat, mana shu ishni" deyishingiz, masalan, u haq gap. Shunda vaqtda Shahnozaxonning bir qoshlarini chimiribmi yoki bo'lmasa bir norozilik ko'rsatgan tomonlari bo'ldimi? Shahnozaxonning bir yoqmaydigan bir qiliqlari bormi? Endi Shahnozaxon aslida u tomonlari yo'q chiqar deb o'ylaymiz, ammo qanday desak bo'ladi? Bizning kitobxonlarimiz mana shu mushtariylarimiz shu darajaga yetishda Shahnozaxonda bir boshqacha xususiyat, xislat borligiga amin. Shu tomonni sizga savol bermoqchi edik. Shahnozaxon haqida bizga yana ko'proq ma'lumot berishingizni istardik. Avvalambor assalomu alaykum. Bu Shahnozaning 100 kitobga yetishiga sababkor ko'proq onam sababkor bo'ladi. Biz emas, endi onam sababkor. Chunki bu kitob akkasi dadam onam o'qib beradi. Xudo rahmat qilsin, dadam olamdan o'tib ketdi. Alloh rahmatiga olsin. Chunki biz masalan KSKga har 6-kuni o'zim kiraman buni. Ko'pincha o'zim kiraman, o'qigan kitobimni menga gapirib beradi. Ana. Gapirib beradi. Men savol qo'yaman, bu gapirib ne bor, ne qo'ydi o'qiyapman temangni deyman. Bu gapirib beradi menga shu kitoblarni. Demak, bu kitobni bir Shahnoza emas, oilaviy bo'lib o'tdi. Oilaviy-da endi. Bizga shu gapirib berganing o'zi yetarli bizga. Endi bir narsa aytmoqchimiz. Shahnozaxonning KSK klubidagi bo'lgan, masalan, qancha hafta bo'lsa, har haftada Shahnozaxon javob bermasa, Qorachiq guruhi oldinga chiqa olmaydi. Har haftada Shahnozaxonning, masalan, men o'zim tilchi bo'lsam, Shahnozaxonning javob berishiga ichimdan qoyil va havas qilib turardim. Endi 100 kitob o'qib, albatta olim bo'lmasa ham, ammo man degan bir o'qigan insonlardan o'zib ketgani bu haq gap. O sizga borishi o'zi bizga gapirib qo'yganda o'zi bu kitobni o'zi aytib gapirib beradi. So'rayman o'tirib, ne qanday kitobni, ne o'qiyapsan, qanday kitobni deb so'rayman, bu gapirib beradi chunki menga. Endi bir savol. Shahnozaxon 100 kitob o'qibdi, xo'sh. Qanday o'zgarishlarni payqadingiz?
minezi, xarakteridami, uy tutishidami yoki bo'lmasa muomaladami, albatta kitob o'qigan odamning ongi, tafakkuri boshqacha bo'ladi. Baribir o'qigan inson tushunchasi olg'a qarab baribir o'zgaradi. Shahnozaxonda bir yaxshi o'zgarishlar haqida ikki og'iz eshitmoqchi edik. O'zgarish bo'lganda bu ko'proq masalan internetlarga kirib qolsa, mana kitob zo'r ekan deydi, o'sha kitobni o'qisak deydi. Mana kitob yaxshi ekan, shu kitobni o'qisak deydi. Men shodin ko'proq o'zgarish ko'rdim-da. Demak, internetni yaxshi tomonga foydalanish. Bu barchamiz uchun ibratli narsa. Hozir hurmatli do'stlar, o'zlaringizga ma'lum, hozir hammamiz, ayniqsa yoshlarimiz ham internetni salbiy tomonlarini ko'proq o'zlariga qabul qiladi, ammo bizning KSK klubining a'zolari mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, internetni ham yaxshi tomonlarga foydalanishni maqsad qilib qo'yishgan. Demak, bu KSK tashkilotchilarining maqsadi amalga oshdi degan so'z. Endi yana bir narsani aytmoqchimiz. Hozir mana hovliga shunday kirsak, keng hovli, haqiqiy qishloqning hovlisi, bir o'zgacha kayfiyat, o'zgacha bir shukuholdik. Hayron bo'lganimiz, Shahnozaxon adashmasam, bir sexmi bilmadim, bir tikadigan, bir yaxshi ishni boshlaganliklaringiz ko'rinib turibdi. Biz yana hayron bo'ldik. Ham sexda ishlasangiz, ham mana shuna bir katta hovlini eplasangiz, ham mol bor, bog'dorchilik bor, qaynona qaynotaning xizmati bor, uyning ishi bor. Shahnozon, endi o'zingizga savol. Kirdida bu. Tikaman, bir mashina oldi, o'zi yaxshi. Ham tikadi. Ham tikadi, voy. Ham tikuvchilikni eplaydi. Tikuvchilikni eplab kechanida, ana nazik etganingda. Biset o'qishni. Bisertni o'rgandi, voy bu. Hammaning oldida bisert. Hammasi ekoni tiksa, bu 3-4-chisini tikyapti. Demak, tikish bobida ham bizning Shahnozaxon eng oldingi qatorda ekan. Shahnozaxon, barmoqlaringizga ko'z tegmasin deymiz. Iloyim oltin barmoqlaringiz omon bo'lsin. Omon bo'lsin. Tikishda ham chevar ekansiz. Qanday kiyimlarni tikasiz yo bo'lmasa bir narsa to'qiysizmi? Yonimizda mana shu hovlimizning bir chetidan katta bir biznes box deydimi, bir zdaniya solindi. Shu yerga imorat solindi. Shu yerga Janar xonim degan bir tadbirkor ayol sex ochdi. Tikuvchilik sexini va Qarachiq jamoasidagi ishsiz o'tirgan ayol qizlarni ish bilan ta'minladi. Juda ham shular qatori men ham shu ishga kirdim. Ya'ni uyimizning yonida bo'lganki, yugurib kirib ayonlarni xabar olib chiqib, ya'ni azondan kechgacha soat 9 dan kechki soat 6 gacha ishlaymiz. Tikishimiz hozir etna kiyimlar tikyapmiz. Etna nimchalar, kamzullar, har bir xalqning, har bir millatning o'ziga yarasha kiyimlar tikyapti-da hozir. Hozirgi paytda ana shu sahnaga chiqib o'ynaydigan qizlarning keng ko'ylagi va ustida kamzuli va do'ppisini tikyapmiz. Shunga biserni, ana ko'ylagini o'zini tiksak, nimchalariga biser, do'ppilariga biser tikyapmiz. Milliy naqshlar berasizlar, to'g'rimi? Qoyil. Shahnozaxon, aytingchi, tikish qobiliyati o'zingizda bormi yo endi qiziqib endi kirdingizmi? Endi qiziqib endi kirdim. Endi u bichishni ham o'rgatadimi yo sizlar tayyor narsani tikib berasizlar? Yo'q, hamma narsani o'rgatadi. Hamma narsani bichishni o'rgating desangiz, konstruktorlarimiz bor, o'sha bichadigan qizlarimiz bor, keling deb o'rgatib, misol men o'zim hozir novichokman, 3 oy bo'ldi. Lekin har bir qilayotgan ishimni olib borib ko'rsatib, mana shu tikkanim to'g'rimi yoki xato bo'lsa, men yerni to'g'rilang deydi. Hozir umuman xato ish qilmayapman. Barakalla. Tikkanimni yoqtirib KSK klubidagi kabi hozir Janar xonimni ham o'zimning bir chiroyli nimalarim bilan, harakatlarim bilan quvontirib yuribman deng. Shahnozaxon, ishingizga omad tilaymiz. Hozir mana ko'rib o'tiribmiz, nafaqat KSKda, balki tikuvchilik sexida ham eng ilg'or tikuvchilardan biri ekansiz. Alloh obro'y bersin. Mana xonadoningiz faqat yaxshiliklarni ko'rsin. Ilohim mana shu Ayajon opa boshchiligidagi kattalarimiz hamisha sizdan duo qilib yursin. Hurmatli do'stlar, o'zingiz ko'rib turganingizdek, Shahnozaxonning xonadoniga KSK tashkilotchilari ayniqsa har shanba kuni bizning ishtirokchilarimizning bilimini odilona baholayotgan bizning aziz hakamlar hay'at a'zolari ham tashrif buyurishib o'tiribdi. Hozir olim, masalan, Tohir aka, Qobil, Farhodbek, ana shulardan so'rasak, Shahnozaxon Qarachiq jamoasini hamisha olg'a
nima deymiz, yutuqlarga erishishda eng ko'p faol ishtirok etgan qatnashuvchimiz hisobida olimning esida qolgan bir Shahnozaxonning javobini, Shahnozaxonning maqtagan javobini aytishni xohlardik. Olim Shahnozaxon adashmasam eng qiyin savollarda ham g'oliblikni qo'lga kiritgan. Endi sizga shunday savol. Shahnozaxonning qaysi bergan javobi sizning esingizda? Assalomu alaykum. Hurmatli mezbonlar, biz bugun Shahnozaxon uyiga mehmon bo'lib kelib o'tiribmiz. Men avvalambor birinchi o'chir bu shuncha qobiliyatni bergan yaratgan egam, Shahnozaxonga berib qo'ygan yaratgan egam. Ikkinchi navbatda shuncha mehnatning orqasida turgan Shahnozaxonning qaynonasi va kuyovi bu narsalarni qo'llamasa, Shahnozaxon bu kunlarga yetmasdi. Endi men Shahnozaxon bergan savolga keladigan, Mahbubaxon bergan savolga keladigan bo'lsak, men sal boshqacharoq javob bermoqchiman. Meni qoyil qoldirgan narsa, juda ham katta qoyil qoldirgan narsa, hattoki Shahnozaxonning o'sha birinchi o'rinni olishda o'sha kriteriyalarni biz kirgizdik. Shu narsalar bilan birinchi shu 4-5 kriteriya bo'lsa, shuning ichida biri shu edi. O'zbek millatida bilasizlar, hammamiz eng qadrli narsa bu to'y. To'y. Hattoki bizning o'zbek millati hayotini 3 kunga bog'laydi. Butun energiyasini shu 3 kunga bog'laydi. Shu 3 kun bolasini uylantirish uchun kichkinaligida uylanganidan boshlaydi. O'g'il to'y, undan keyin uylanish to'y, hammasini shu mehnatining bari shunday qadrli bo'lgan narsadan kesga kechish, biz bu tashkilotchilarni ofarin deyishga sababchi bo'lgan bir belgim. Aynan o'zim shu narsaga ofarin deganman. Haqiqatan to'yidan voz kechib KSKga borish man degan insonni qo'ldan kelmaydi. Chunki bugun bizning Turkistonda bu narsa to'y degan narsa eng katta narsa bo'lib hisoblanadi-da. Shu narsaga kechib borish bu men uchun eng katta ofarin deyishga arziydigan narsa. Endi men Shahnozaxonga o'zim savol bermoqchiman. O'sha KSKga kelganingizdan beri o'sha kitob o'qish jarayonida fikrlashingiz qanday o'zgardi? Qaysi narsalarni to'g'ri, noto'g'ri deb o'ylanib yurgan edingiz? Biz kitob o'qish jarayonida shu fikrlaringiz o'zgardi. Dunyo qarashingiz o'zgardi. Ya'ni shuning ichida qaysi kitob sizning to'g'ri 100 kitobning hammasi yaxshi deyapti, lekin baribir insonni buradigan kitoblar bo'ladi. Ichida eng zo'ri. Fikrini buradigan kitoblar bo'ldi. Shu kitob qaysi bo'ldi va qanday fikringiz o'zgardi? Qaysi kitob ko'proq yoqdi va qaysi jihatda? Endi o'qigan 100 kitoblarimizning ichida yoqmagan kitoblar menimcha yo'q hisobi. Chunki har bir kitobni hozir mana 100 kitobni chetidan so'rasa, hammasini birma-bir aytib berishi mumkin-da. Mana qaysi kitob ne haqida, kim yozganligi, ne haqida ketyapti, oxiri ne bilan tugaydi, hammasi esimda-da, esimdan chiqmagan. Lekin bir nafasda bir kitobni o'qib chiqqanman. Azonda soat 11 da o'tirganman, shu kitobni o'qishga kechki soat 5 da o'rnimda turganman. Qaysi kitob? Ya'ni o'rtada endi peshin o'qib, ya'ni yugurib chiqib, pechga ko'mir solib, endi dalada edim shu payt. Iskanja kitobini shu bir nafasda, ya'ni shu bir o'tirishda o'qiganman. Boshqa kitoblarni masalan hafta davomida berilgan bo'lsa, 1 kun, 2 kun, 3 kunda yoki bo'lmasa bir haftada o'qib tugatgan bo'lsam, lekin iskanjani ana shu 4-5 soatning ichida o'qib tugatganman-da. Muallifi kim? Avtori? Amina Shaynik o'g'li. Yanglishmasam, Amina Shaynik o'g'lining iskanja kitobi. Shu kitobga shunchalik berilib ketdimki, ana shu Kanning hayoti, Kanning o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rganda biz ana shunday qiyinchiliklarga, ana shunday bir sinovlarga chiday bilgan bo'larmidik. Ya'ni siz aytayotgan shu to'y masalasi bo'lsin, boshqa ishlar bo'lsin, dunyoviy ishlar bo'lsin, ularning oldida shu bizning ishlarimiz, u ana shu Kanning yoki bo'lmasam xalqadagi chekkan qahramonlarning hayotining oldida hech narsa emas-da, hech narsa emas. Ya'ni yashamoqda mana Yuyxuaning kecha yaqinda o'qidik, Yuyxuadagi ana shu Fuguyining hayoti ham bizga, ya'ni bizning hayotimiz ularning oldida bir malikaning yoki bir podshohning hayotida edi. Shukr qilishimiz. Shukr qilishimiz kerak. Shukr qilishni o'rgandik. Shu o'zi
Şu Amina Şenlik oğlu Kan ve kitapta Kan'ın nakası iyice hayatta ornu azma sizge keledi. Yok, men isbotlab aytmoqchiman. Zaxalning nimasi bir-biriga tushadi? Kan biladi, o'qigan hammamiz bilamiz. Kan bu olim odam emas. Hayotda, kitobda bu bir katta bir mutaxassis emas. Kan faqat hayotga kelgan qiyinchiliklarni yengib o'tganligi bilan shu kitobga hayoti tushdi. O'zini qanchalik darajada qiyin boshqa tushgan mushkullarni yengib o'tganligi bilan Kan bo'ldi-da o'zi. Agar biz u qiyinchiliklar tushmaganda biz Kanni tanimasdik. Biz Kan degan bu İskence degan kitobni o'qimasdik. Ya'ni men shu ham Shahnozaning aytgan so'zi isbotlanyapti. Ya'ni shuncha qiyinchiliklarni yengib o'tib borishi, ya'ni bu Kanga O'zga taqdir. Kanning hayotga ozgina kelyapti. Lekin o'zim rosa ham bir qiziqib o'qigan bir kitobim bu Marsel Bryonning Men kim sohib Qur'on Temur. U bir boshqacha ishtiyoq bilan o'qidim shu kitobni. Men Amir Temur haqida shu paytgacha qancha kitoblar o'qidik-ku, mana Temur tuzuklarini o'qidik, Ahmad Shemshirgilnikning Temurini o'qidik, lekin Marsel Bryonday yozilmagan. Amir Temurning hayoti, ya'ni shu kichkinaligidan ta vafotigacha bunchalik ma'lumotni shu bir fransuz yozuvidan eshitaman ekan deb o'ylamagan ekanman-da. O'zim rosa ham boshqacha ta'sir qildi. Bir shu Marsel Bryonni bir boshqacha yoqtirib qoldim-da, shu kitobi uchun, shu Amir Temurni yozganligi uchun. Temur bobomizni barcha xislatlarini juda ham bir chiroyli ravishda tasvirlagan. Juda yorqin yaritib berganda, endi har bir detal, har bir ya'ni so'zi, uning bo'layotgan voqealar, hodisalar, har bir jo'riqqa chiqqani, ya'ni safari bo'lsin, ibodati bo'lsin, suhbati bo'lsin, boshqacha yaratilganda. Bizga o'rnak bo'ladigan darajada. Olim, chiroyli savolingiz va javobingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Shahnozaxon va bizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tomosha qilayotgan qadrli do'stlar, Ayjon opa, biz Xudo xohlasa KSK klubining ikkinchi bosqichini boshlash arafasidamiz. Ammo bir narsani eslatib o'tmoqchimiz, bizning ushbu bosqich birinchisiga qaraganda o'zgacharoq bo'ladi. Format o'zgarishi u tabiiy. Shuning uchun qanday bo'ladi ekan, qanday bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin degan qiziqishlar bo'lishi albatta bu aniq gap. Demak, agar mana shunday bir KSK klubidagi o'zgarishlar haqida bilgingiz kelsa, keyingi bosqichimizda biz sizlarni kutib qolamiz. Shahnozaxon, o'ylaymizki, ikkinchi bosqichda ham Qorachiq guruhining eng bir peshqadam, eng faol qatnashuvchi sifatida davom ettirasiz degan niyatdamiz. Bunga mana bizning opamiz, onaxonimiz 100% qo'shiladi, to'g'rimi, Ayjon opa? Xudo xohlasa keyingi bosqichimizda ham keliningizni albatta yuborasiz. Umralarga borishni Xudo xohlasa nasib qilgan ekan, endi kim biladi, balkim katta hajlarga ham borish nasib qolar. Demak, sizlar bilan yangi bosqichda uchrashguncha xayr deb qolamiz. Shahnozaxonga, Ayjon opaga va Shahnozaxonning barcha yaqinlariga bizni mana shunday chiroyli dasturxon atrofida kutib olganligi uchun rahmatimizni aytmoqchimiz. Barchangizga rahmat deb qolamiz. Keyingi KSK klubining yangi formatdagi bosqichida sizlarni kutib qolamiz. Rahmat. Ayjon opa, biz hozirgina aytib o'tdik, Xudo xohlasa Ramazon oylaridan keyin KSK klubining yangi bir loyihasini boshlash niyatidamiz. O'zingizdan bir duo qilib so'rab qolamiz. Xudo xohlasa duoyi fotiha qiling. Inshaalloh kitobsevarlar soni yanada ko'payib, Shahnozaxon keliningizga o'xshagan man degan inshaalloh kitobsevarlar yangi bosqichimizga, yangi loyihamizga tashrif buyurishini Alloh o'zi nasib etsin. Bir duo sizdan. Amin. Amin. Mana menga mehmon bo'lib keldinglar. Rahmat. Sanat. Xudo xolasa mening niyatim yana bu saflaring kengaysin. Amin, amin. Hozir 4-5mi? 10ga yetkizinglar Xudo xolasa. Inshaalloh. Undan keyin Qorachiq ahlidan so'ranishim, menga o'xshab kelinlarni, qizlarni hammasini o'shunday kitob sevar klubiga yuborishni so'ranaman. Amin, amin. O'qisin, bilim olsin, hamma narsani o'rganadi, yaxshi. Amin. Dasturxonlarga baraka bersin. O'ssin, o'nsin hammalaring, qo'shganlaring bilan qo'sha qaringlar. Xudoyim kelinim bilan bolamim qo'sha qarsin. Xudo xolasiga keyingi saflaring ham ko'payaversin. Hammalaringga omad tilayman. Allohu akbar. KSK tashkilotchilarining maqsadi
mana shu yerdagi KSKdagi barcha ishtirokchilarning orasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlash va eng asosiysi kitob o'qishga bo'lgan mehr muhabbatlarni orttirish edi. Mana biz hozir amin bo'lib o'tiribmiz. Shahnoza singlimiz nafaqat kitob o'qib, balki hozir mana hayot o'zi talab etayotgan yana tikuvchilik bilan shug'ullanib, o'zini o'zi nima deymiz, hech kimga yalinmasdan qo'shimcha daromad topish harakatida ham ekan. Demak, biz unga faqat omadlar tilab qolamiz va bizni tomosha qilayotgan barcha ishtirokchilarimiz bo'lsin, do'stlar bo'lsin, hamshaharlar bo'lsin, KSK klubi a'zolari, tashkilotchilari oldimizdagi haftada Navro'z bayramida sizlar bilan yana diydorlashib qolish niyatimiz bor. Biz bilan birga bo'ling. KSK klubi hamisha sizlarni kutadi. Assalomu alaykum. Mana endi sizlarga, oilangizga, sizlar baribir kitob o'qiydigan bo'lgan keyin mana bir yangi narsa, yangilik xudo xolasa, al endi mana bu kattayadi, buyuklanadi, har turli holatda tushaveradi. Burasiz, enkaytasiz, ko'tarasiz qisqasi. Mana sizlarga sovg'a xudo xolasa, Alloh taolo mana shu sizlarning orqalaringizda o'sayotgan o'g'il qizlaringizga ham xudo xolasa yaxshi ilmli, bilimli bo'lishga Alloh taolo o'zi sababchi bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga, to'ylarga kelishni nasib qilsin. Alloh. Alloh taolo mana shu xonadonga yaxshiliklar ato etsin. Bugungi dasturxonimiz haloldan yayilgan dasturxon. Mana bugungi avzacharimiz qutlug' muborak bo'lsin. Mana shu ro'za oyining bugun 16-17 kunlar o'tiribmiz, xudo xolasa. Alloh taolo har birimizning xonadonimizga yaxshiliklar ato etsin. Mana shu avzacharning bo'lishida xizmat qilayotgan yigitlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu xonadon bizning KSK klubidagi eng yuqori natija ko'rsatgan xonadon. Umra safarini yengib olgan qizimiz turadigan uy. Alloh taolo har birimizning tanimizni sog' qilsin, elimizni tinchlik, omonchilik bilan yaxshi kunlarni ko'p qilsin, xudo xolasa. Yoshlarimiz o'sib o'lsin, o'nsin, ulg'aysin, bilimlik bo'lsin. Dinim deydigan, elim deydigan, xalqim deydigan yaxshi farzandlar ko'payaversin. Alloh taolo yaxshiliklar ato etsin. Alloh